3 va 15 raqam ostida tug'ilgan ayollar eng boy ayollar desam ishonasizmi? Ha, aynan shu raqamlar ostida tug'ilgan ayollar numerologiya va taqdir matritsasida hayotda hamma narsani oson tortadigan eng kuchli magnitlar hisoblanadi. 3-arkan bu imperator ayol energiyasi, o'ziga pul ayamasdan ishlatsa, go'zallashgan sari boyligi ko'payadi. 15-arkan esa dabdaba, buyuk xarizma va katta pullarni o'ziga magnitdek tortish kuchidir. Lekin savol tug'iladi. Agar siz shu raqamlarda tug'ilgan bo'lsangiz, hali ham bu muvaffaqiyatlarga erishmagan bo'lsangiz-chi? Demak, hozir siz mutlaqo minusda yashayapsiz. Energiyangiz minusda bo'lsa-da, hayotingizda qarzlar, charchoqlar va muammolar aylanib yuraveradi. Uni plusga chiqarishni va men bilan birga ishlashni xohlaysizmi? Unda hoziroq izohlarda plus belgisini qoldirib va profilimdagi Telegram kanalimda ulanib qoling. Aynan o'sha yerda sizni matritsangiz haqida to'liq gaplashamiz.